Yaqin kelajakda faqat ikki xil odam bo'ladi. Milliard dollarlik gigant kompaniyalar, atrofdagi odamlar va siz bilan biz hozir yashayotgan e'tibor ekonomikasini eng katta o'yinchilardan bo'lgan vayner va blogerlarga o'zini vaqtini, e'tiborini va shu bilan birga hayotini ham topshirib beradigan odamlar yoki e'tibor va vaqtini qayerga ketayotganini o'zi boshqara oladigan, aqliy mehnat va diqqatli ish qila oladigan odamlar. 21-asrning eng kuchli va kerakli ko'nikmasi bu chalg'imaslik. Yoki boshqacha qilib aytganda, e'tiboringiz qayerga ketayotganini boshqara olish. Siz o'ylashingiz mumkin, bu mahorat hozir bizning karyeramiz uchun eng muhim narsa. Rostdan ham e'tiborim qayerga ketayotganini har doim boshqara olsam, nafaqat o'z ish joyimni yo'qotmayman, balki mendan ancha kuchliroq bo'lgan ekspertlardan ham oldinga o'tib ketishim mumkin. Va siz to'g'ri aytgan bo'lasiz. O'zi internet va media evolyutsiyasidan oldin odamni o'zini hatto chalg'itish uchun ishlatgan instrumentlari ham qanaqadir ma'noda odamlarga foyda olib kelgan bo'lsa, hozirgi o'zini chalg'itish instrumentlari nafaqat foyda olib kelmaydi, balki kuchli zarar beradi. Shuning uchun ma'lum bir sohada oldinga o'tib ketmoqchi bo'lsangiz, shunchaki chalg'imaslik mahoratini o'rgansangiz, o'zingiz sohangizda eng kuchli ekspert bo'lishga eng kerakli qadamni qo'ygan bo'lasiz inshaalloh. Lekin men aytgan bo'lardimki, chalg'imaslik bizning karyeramiz, aqliy salohiyatimiz, ta'sir doiramizni kuchaytirish uchungina emas, balki hayotimizni xuddi shunaqa yoki undan ham kuchliroq, muhimroq javhalariga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Din, oila, shaxsiy rivojlanish, farzand tarbiyasi va hokazo. Masalan, men ko'p mavzularda ayolim bilan maslahatlashishni yaxshi ko'raman va bir kuni men ingliz tili kurslarimni undan ham kuchliroq, undan ham manfaatliroq qilish yo'llari haqida fikr almashtirib o'tirganimizda undan so'radim. Mana sen hozir mendan ingliz tilini o'rganyapsan. Ha, qanchalik ajoyib eshitilinsa ham, o'zimni ayolim bo'lib turib, mendan ingliz tilini onlayn o'rganadi. Xullas, men seni ering ekanligimni esingdan chiqargan holda shunchaki xolis fikringni ayt. Kursimizni nima qilsam, undan ham osonroq va sirliqroq qilgan bo'lardim deb so'radim. Ayolimning javobi nima bo'lganini sizlarga qanchalik aytishni xohlasam ham ayta olmayman. Chunki u javob berganida men uni oldida emas edim. Yo'q, jismonan oldida edim, lekin ayolimning javobichalik muhim bo'lmagan telefonimdagi qaysidir odamning savoliga javob berish bilan band edi. Shunaqa muhim va qimmatbaho momentni shunchaki havoga uchirib yubordim. U momentda muhimligi meni ayolim menga bermoqchi bo'lgan maslahatda emas. Yo'q, shunchaki telefonimdagi millionta xabarlardan u meni e'tiborimga ko'proq loyiq ekanligini ko'rsatib bera olish edi. Va o'sha safar men qo'pol qilib aytganda kalla qo'ydim. Nima uchun? Chunki e'tiborimni jamlolmay qoldim. Boshqacha qilib aytganda chalg'idim. Va bu qanaqadir oylar, yillar ichida kamdan kam uchrab turadigan holat desam, xolis bo'lmagan bo'laman. Bunaqa misollar meni karyeramda, o'qishimda, shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarimda ham kam bo'lmagan. Hammamizning hayotimizni tartibsiz, intizomsiz, bunday faxrlansa bo'ladigan, boshqalarni va o'zingizning hayotingizga ijobiy hissa qo'sha oladigan, Allohning roziligiga erishishga sabab bo'ladigan narsalarni qoyillataman degan maqsad borgan sari uzoqlashib borayotgani, kun, hafta, oy, yillar ko'zimizning oldidan juda tez o'tib ketayotgani va hali ham hech narsani qoyillatib qo'ya olmayotganimizning asosiy sababi bu chalg'ish. Bu narsani anglagach birinchi bo'lib ayolimdan uzr so'radim va bu muammoni tagiga yetishga qaror qildim. Shu jarayonni siz bilan bu va shunga o'xshash video konspektlar seriali orqali ulashib bormoqchiman. Agar sizga bu qiziq bo'lsa, videoga kommentariy yozing, like bosing va boshqalar bilan ulashib qo'ying. O'shanda sizga inshaalloh YouTube buni ko'proq rekomendatsiya qiladi inshaalloh. Birodarlar, men chalg'ish, e'tiborni jamlash yoki fikringizni bitta joyga qo'yib, faxrlansa bo'ladigan hayotingizga ijobiy ta'sir keltiradigan yaxshi intizomni shakllantirish haqidagi videolarimda ko'pincha men bu mavzuda o'qigan kitoblarim, podkastlarimdan olgan fikr va argumentlarni keltiraman. Agar o'zingiz uchun bu kitoblarni o'qib ko'rmoqchi bo'lsangiz, ular mana bular. Nir Eyal, Indestructible, Tiago Forte, Building a Second Brain, Atomic Habits, Make Time, The Unfair Advantage, Someday is Today, 22 Simple, Actionable Ways to Propel Your Creative Life. Essentialism. Why we sleep. Unlocking the power of sleep and dreams. Matthew Walker. Uxlash haqida nima bilmoqchi bo'lsangiz, shu kitobni o'qish maslahat beraman. Juda yaxshi yozilgan, Alloh alam. Dopamine Nation. Finding Balance in the Age of Indulgence. Cal Newport'da Deep Work kitobi, menimchalik o'zbek tiliga ham tarjima qilingan, juda ham mashhur, foydali. Ryan Holiday'ning The Obstacle is the Way va Ego is the Enemy kitoblari bu yerda amaliy maslahatlar kamroq bo'lsa ham, lekin to'g'risi foydali bo'lgan. The Productivity Project va The Power of Habit. Menimcha The Power of Habit o'zbek tiliga ham tarjima qilingan deyo, Alloh alam. Bundan tashqari juda ham ko'p soatlab ko'rilgan podkastlar va o'zimning hayotimdan kelib chiqqan tajribalar. Balki siz bu videoni ko'rayotganingizda katta ehtimol bilan bu kitoblardan va podkastlardan boshqa
foydali manbalardan foydalanishga harakat qilayotgan bo'laman va sizga ham shu narsani maslahat qilaman. Faqat bular bilan cheklanib qolmang, har doim izlanishda bo'ling. Indestructible kitobini boshida Near Eyal Yunon mifologiyasini esga oladi. Va shuni birinchi marta o'qiganimda, shu o'ylab topilgan xudolarni qo'shmasa-da degan edim va hali ham shu fikrdaman. Lekin keltirgan analogiyasi qiziqarli bo'lgan. Oxirgacha yaxshilab e'tiboringizni jamlab eshitsangiz, inshaalloh foyda chiqarib olasiz. Zevs, o'ylab topilgan Yunon psevdo xudosi, o'zini o'g'li Tantalusni Underworld, boshqacha qilib aytganda do'zaxga haydab yuboradi. Mana shu narsani eshitishdan ham g'alati bo'lib ketaman, to'g'risi. U yoqda Tantalus bir suv to'plangan joy va shunda olib yeyishga tayyor, chiroyli pishib turgan meva daraxti oldida o'zini topadi. Lekin uni jazosi shu ediki, u suv ichaman deb shuna egilsa, suv undan qochardi. Yoki meva olaman deb tortilsa, meva shuna ozgina qo'li yetmaydigan darajada undan uzoqlashib qolardi. Na meva yolardi, na suv icha olardi. Subhanalloh, shu yerda Alloh subhanahu va taolo jannatni tasvirlaganini eslaysizda. Va zullilat qutufuha tazlila. Jannat Qur'onda shunaqa tasvirlanganki, siz bitta meva daraxt ko'rdingizda, mevasini yegingiz kelib qoldi. Endi uni tortilaman, yeyman desangiz, o'sha daraxt mevasi o'zi sizga egilib beradi. Siz kuchli harakat ham qilish shart emas, o'zi sizning oldingizga keladi. Subhanalloh. Alloh hammamizni Jannatul Firdavsda jamlasin. Anyway, Tantalusning jazosi shu bo'lgan ekan. Suv ichaman desa suvdan qochadi, meva yeyman desa meva undan uzoqlashadi va cheksiz shu narsani orqasidan quylab yuradi, lekin yetisha olmaydi. Ingliz tilidagi tantalizing degan so'zni kelib chiqishi ham aynan shu Tantalusning hikoyasidan, Yunon mifologiyasidan olingan. Ya'ni tantalizing degani bu sifat juda ham chiroyli, yoqimli, lekin erishib bo'lmaydigan narsani tasvirlaydi. Undan keyin Near Eyal ikkita so'zni bir-biridan aniq qilib ajratib oladi. Ikkalasini ham ta'rifini beradi. Bittasi traction, ikkinchisi distraction. Bizaga osonroq bo'lishi uchun o'zbek tilida buni biza diqqat va chalg'ish deb aytamiz. Belgilab olamiz. Diqqat yoki diqqat bilan qilingan ish bu sizning maqsadingizga erishishga olib boruvchi har qanday sabab. Chalg'ish bo'lsa, sizning maqsadlaringizdan uzoqlashtiruvchi har qanday sabab. O'shaning uchun har doim aytiladi, maqsadlarni aniq-tiniq qilib belgilab olish juda ham muhim. Chunki siz foydali deb o'ylayotgan mashg'ulot aynan siz uchun, sizning maqsadlaringiz uchun chalg'ish bo'lib kelib chiqishi ham mumkin. Masalan, aytaylik, sizning maqsadingiz, hozirgi maqsadingiz oilangiz va farzandlaringiz bilan munosabatlaringizni yaxshilash deylik. Shuning uchun siz ular yaxshiroq yashashi uchun ko'proq ishlaysiz, mehnat qilasiz. Ish vaqtingiz 6 da tugasa ham siz 10 gacha ishda qolasizda ishlaysiz, чтобы sizni xo'jayiningiz sizdan rozi bo'lsin va ko'proq pul bersin. Lekin sizni oilangizga ko'proq pul, yangi telefon, kattaroq uy, yiliga 2 marta sayohat qilib kelishlik kerak emas. Siz keraksiz. Demak, bu yerda hozir chalg'ish, ko'proq ishlashga harakat qilib, ko'proq pul topishga harakat qilish bo'lyapti. O'z-o'zidan yaxshi narsa bo'lsa ham bu o'zi. Lekin diqqatli ish oilangiz bilan vaqt o'tkazish bo'lyapti. Ya'ni maqsadingizga nima olib borayotgan, nima uzoqlashtirayotganini aniq-tiniq qilib belgilab olish kerak. Diqqat bilan chalg'ishni tanib olish kerak. Ya'ni ishlash, mehnat qilish o'z-o'zidan yaxshi narsa bo'lsa ham, sizni maqsadlaringizdan uzoqlashtiruvchi chalg'ish bo'lib kelib chiqishi ham mumkin ekan. Yoki teskarisi, kun bo'yi uyda o'tirib, oilangizni boqishga harakat qilmasdan, rizq kelishining sabablarini qilmasdan, men oilam bilan vaqt o'tkazyapman, oilamga vaqt ajratyapman deb aytish ham maqsadlaringizdan uzoqlashtiruvchi chalg'ish bo'lib kelib chiqishi mumkin ekan. Shuning uchun maqsadlaringizni aniq-tiniq qilib qo'yib olish juda ham muhim, lekin bu haqida alohida bitta video qilamiz inshaalloh. Diqqat va chalg'ish holatlari ham o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi albatta. Ikkalasini ham, ya'ni chalg'ish holatini ham, diqqat holatini ham yoki tashqi yoki ichki triggerlar keltirib chiqaradi. Ichki triggerga misol uchun xafasiz yoki zerikdingiz. Miya siraza sizni eng ko'p dopamin beradigan mashg'ulotingizga haydaydi. Kimdirlar uchun bu kitob o'qish bo'lsa, kimdirlar uchun bu porno qaramlik, ba'zilar uchun bu sport bo'lsa, boshqalar uchun qimor yoki TikTok, Instagramda soatlab befoyda videolar ko'rish. Lekin dopamin haqida alohida videoda gaplashamiz inshaalloh. Obuna bo'lib qo'ying, uni ham o'tkazib yubormaslik uchun. Tashqi triggerlarga juda ham ko'p misol berish mumkin. Hatto o'zingiz ayolingiz ham yoki hayotingizning eng shirin qismi bo'lgan farzandingiz ishlayotganingizda chalg'ishingizga sabab bo'lishi mumkin va katta ehtimol bilan bo'ladi ham. O'shaning uchun erkaklar ko'pincha uyda ishlamasligini maslahat beriladi. Yoki bloklanib turgan telefoningizni shunchaki oldingizda turishini o'zi ham sizga tashqi triggerni rolini o'ynashi mumkin. Hozir biz sizlar bilan yashayotgan davrni boshqalardan ajratib turuvchi xislati bu chalg'ituvchi instrumentlarni yoki triggerlarni o'ta ko'payib ketgani.
Lekin ular har doim bo'lgan, har bitta davrning o'zini chalg'ituvchi instrumenti unaqa yoki bunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bir necha dekada oldin odamlarni zombiylashtiruvchi televideniyadan shikoyat qilishgan bo'lsa, undan oldin bu komikslar bo'ldi, uyali telefon, radio, hatto shunaqa davr bo'lganki, kitob odamlarda espaslikni keltirib chiqaruvchi instrument deb atalgan. Karl kitob chalg'itish instrumenti bo'lgan davrda odamlarni diqqat qanaqa bo'lgan ekan deysiz. O'sha odamlar bizani chalg'itish devicelarimizni ko'rsa nima derkin bilmadim. Shu narsalarni o'qiganimda Imom Buxoriy, Imom Termiziy va boshqa muhaddislar 100 minglab hadislarni sanadi bilan, sanadini tartiblari bilan tochka virgullarigacha aniq-tiniq qilib yodlab qolishganligisini tasavvur qila olmayman endi. Chalg'ishimiz bizga qanchalik qimmatga tushayotgan ekan. Chalg'ishsiz, diqqatli muhitda nimalarga erisha olayotganmiz? Hozirgi chalg'ishga to'lib ketgan dunyoda eng ko'p pul to'lanadigan sohalar kreativlik, muammolarga yechim topish, innovatsiya va boshqa faqatgina diqqat bilan qilingan ish bilan erishsa bo'ladigan aqliy mehnatni o'z ichiga oladi. Diqqatsiz ishlab, o'qib, umuman chalg'ish holatida yashab, biza Allohning izni bilan nimalarga erishishimiz mumkinligini, qanaqa cho'qqilarga chiqishimiz mumkinligini bilmay o'tib ketyapmiz. Farzandlarimizchi qanaqa qilib ular rivojlana oladi, qanaqa qilib nimalarga erishadi agar bitta narsaga e'tiborini saqlab o'tira olmasa? Chalg'ish ularga ovqat kabi muhim bo'lib qoldi. Nima uchun oilalarda er bilan ayolning o'rtasidagi munosabatlar rekord darajada yomonlashib ketdi? Sabablardan biri er ayolidan yoki ayol eridan e'tiborni talab qilib qarasa, unga diqqat bilan qaragan yuzni emas, telefonga qaragan, xayoli umuman boshqa joyda bo'lgan, boshi tepasini ko'radi. Tantalusning hikoyasini yana eslasak, uni haqiqiy jazosi nima edi? Yo'q, cheksiz och yurish yoki chanqoqlikda yurish emas, chunki Yunon mifologiyasida ular o'ylab topgan mifologiyada do'zaxga tushgan odamni qorni ochmaydi, chanqamaydi. Uni haqiqiy jazosi u shuncha intilayotgan meva yoki suv unga o'zi kerak emasligini bilmasligida. U cheksiz o'ziga zarur bo'lmagan narsalarga chalg'ib, ularga intilishi va bu bilan jazolanayotganini bilmasligida. Biz ham shunga o'xshash holatdamiz deb o'ylayman. Bizga kerak bilan biza xohlayotgan narsalarni ajrata olmay qolyapmiz yoki ajratishdan shunchaki bosh tortyapmiz. Yoki har 5 minutda telefoningizni tekshirib qo'yib, soatni ko'rib qo'yaman, 5 minut o'tdi, mana vaqt yurgan ekan deb qo'yishingiz ham zarur ishlarga kirmaydi. Uni o'rniga nima qilish kerak? Tepada aytilgandek aniq qilib maqsadlaringizni qo'yib olmasangiz, chalg'ish bilan diqqatli ishni bir-biridan ajrata olmay qolasiz. Men chalg'imasligim kerak deganida, nimadan chalg'imasligingiz kerakligini belgilab olishingiz kerak-ku. Keyin bir hafta davomida bitta eksperiment qiling. Har kuni sizni yarim soatdan ko'p vaqtingiz olgan har bitta mashg'ulotni bitta qog'ozga yozib boring. Qog'ozga yozishga erinsangiz, hech bo'lmasa o'sha qilayotgan ishingizni, mana shu narsa menda yarim soatdan ko'p vaqt oldi deb qaqqadir telefoningizga bo'lsa ham yozib oling. Instagram shuncha vaqt oldi, YouTube shuncha vaqt o'tgan ekan, oilamga mana shuncha soat, dinimga shuncha soat, soham yoki biznesimga mana shuncha vaqt ajratayotgan ekanman va hokazo. Shunda siz har bitta ajratayotgan vaqtingizga maqsad bilan yondashasiz inshaalloh. Shunchaki shamolda uchib yurgan bargga o'xshab siz tarafga kelayotgan har bitta triggerga reaksiya qilib kuningizni, hafta, oy, yillaringizni hech narsaga erishmasdan o'tkazib yormang, birodar. Va yana bitta narsa, dam olish, farzandingiz bilan o'ynash, ozgina o'tirib hordiq chiqarish ham agar maqsad bilan qilinsa, chalg'ish bo'lmaydi. Bu narsa odamlarga kerak, dam olib turish kerak-ku. Bu badan uchun ham, bu jasad uchun ham javob beramiz. Dam olish ham maqsadli bo'lishi mumkin va bo'lishi kerak. Albatta undan keyin oldingizda turgan boshqa aqliy mehnat yoki boshqa ish, diqqatli ishlarni qilishingiz uchun dam olish va burnout bo'lib qolmasligingiz uchun. Bu videoda diqqatli ish va chalg'ishni farqi va ularni hayotimizdagi o'rni haqida gaplashdik. Keyingi videoda chalg'ish degan tushunchaga umuman boshqa nazardan qaraymiz va nimaga sizni telefoningiz, sizni muammolaringiz yoki chalg'ish manbaingiz emas ekanligini sizga isbotlab beraman inshaalloh. Va albatta siz hayotingizga tatbiq qilsa bo'ladigan amallarni ham inshaalloh etib o'taman. Agar karyerangiz, o'qishingiz, oilangiz, diningizni isloh qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda chalg'ish degan illatni tanib olib, u bilan kurashishni boshlash kerak. Birodarlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta boshqalar bilan ulashib qo'ying, like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha, barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.